Базалиома это предраковое состояние. Поэтому, как бы, вообще базалиома тоже начинается после травмы обычно. Если она не будет еще 2 недели, 3 недели заживать, мы будем его прижигать. Это предраковое состояние, если его не лечить, оно со временем, через там 10-15 лет, это может превратиться в раковую клетку. В этот момент. Базалиома от раны, обычной раны, чем отличается? Оно не заживает вообще. Хоп. Но у вас, видимо, это фурункул, потому что базалиома обычно не болит. Вначале же у вас болело, это опухло, гнойничок появился, потом вы выдавили, старались выдавить. Что-то вышло там? Bemordagi ushbu holat bemor oldida gapirmadimu. Ko'pincha bu predrakovое состояние, furunkulda bemorni o'ziga aytdim. Bu predrakovое состояние, o'sha aytganimdek, bu narsa ko'pincha mazlar bilan lechение qilganda ketmaydi. Bunga yoki лучевой terapiya qilinadi yoki spetsialniy lazerlar bor, niyazinoid tomirlarini kuydiradigan sozva lazerlari bor. Shu lazerlarni kuydirib tashladi. Начальный stadiyalari bo'ladigan bo'lsa, agar уже запущенный stadiyalari bo'ladigan bo'lsa, unda уже лучевой terapiya, ximiyoterapiya qilish va даже vaqti kelsa plastik operatsiyalar qilishga ham to'g'ri kelishi mumkin. Bu kasallik qaralmagan, e'tibor berilmagan holatlarda даже praktikada bo'lgan, burunni даже eritib yuboradigan darajagacha borishi mumkin. Rakka o'tish o'tmasligi uni o'sha qay darajada uhud qilingani, qaralgani, davolanganiga bog'liq. Yoshga bog'liq, organizmni sопротивленияsiga bog'liq. Mana shunaqa narsa. Bu kasallik, bu shu terida chiqqan toshmalarni hammasini doktorga, mutaxassisga ko'rsatishimizdan sabab ham shu. Bo'lmasa oddiy toshma-yu, ko'pchilik toshmalar ichki organizmdagi kasalliklarning belgilari bo'ladi. Shuning uchun men ko'rsatishda doim tarafdoriman. Qanaqadir mazlarni surib kelishdi ham, o'shaning uchun men doim jahlim chiqadi. Bu narsa surtib kelsa, bu narsa qarab kelsa, qashlab kelsa, o'zgartirib ketadi kartina. Shuni oqibatida diagnoz qo'yishimiz juda qiyinlashadi. Hozir ham bemor burnini siqib tashlagan, bazaliomaga ham o'xshaydi, furunkulga ham o'xshaydi. Ko'proq bazaliomaga o'xshab turibdi. Endi 2 hafta mazini surgandan keyin natijasini ko'ramiz, xudo xohlasa.